kaltaklab tashlagan odam bo'ladi, do'pposlab tashlagan. Shunaqa bo'lib hamma yog'i qaqshyaptimi? Shunaqa bo'lyapti. Ayniqsa o'ng kurak tarafim yelkam bilan og'ir bo'lib qoldi. Xuddi o'tirgandek. Og'riq bu. Sovuq yeyapsizmi, qizidingizmi yo muzladingizmi? Muzladim, titrayapti qo'llarim. Qo'llaringiz hozir titrayaptimi? Aha. Bo'ldi, anaqa qilasiz. Telegram lichkaga yozasiz. O'sha mana shu lichkam bor Telegramda. Yozasiz, efirda meni o'qib deysiz, o'sha qaltirab titrab ketdim deb yozing, xo'pmi? Alohida shug'ullanamiz siz bilan. Bitta hozir o'qisak, sizga hozir bor yo'qligini bildirdik. Bor yo'qmi bildirdik. O'sha ishingizga, rizqingizga, sog'lig'ingizga, umringizga ziyon beruvchi narsalarni hozir yuzaga chiqardik. Endi uni kuydirib yo'q qilish uchun lichkaga chiqasiz. Bismillah, salom alaykum. Xo'p. Endi kim ko'tarsa kim olsa o'shani o'qiyman, qattan bilaman. Kim qilayotgan bo'lsa o'shani o'qiyman. Rahmat. Hop. Yana bitta bemor kim ekan? Labbe. Va alaykum assalom. Aha. Banda anchadan beri bu narsa bo'ladi-da. Qattiq turasiz? Necha yoshdasiz? 40 yoshdasiz. Oila farzand? Nima alomatlar bo'lyapti? Hozirga faqat bosim qilmayman. Har kuni bosim qilmayman. Har kuni model pastga qo'yib qo'yaman. Lekin sizni sog'lig'ingizga, ishingizga zarar beryapti lekin. Xudo yoqtirmaydigan qo'yaman, masalan, bosim qilmayman. Nimalarga ta'sir qilyapsiz? Ishingiz, oilangiz, er-xotin o'rtasidagi yaqinlik, ishingizga o'shalar aytib bering. Odam chetda qolmaydi. Har bitta odamni savoliga javob beramiz. Pulsiz o'qigan odam yolg'onchi bo'ladi. Hozir Rossiyada nima bo'ldi? Pul tashlab yubormadimi? Mening grupamda mingta odam ko'ryapti deklaratsiya qilib. Mening grupamda mingta odam ko'ryapti deklaratsiya. Mingta odammi, 5000 odammi, milliard odammi, trilliard odam menga qiziqmaydi. Men o'zimning ishimni o'zim bilaman. Men o'zimning ishimni bilib qilaman. Menga unaqa kimdir qanaqalar kerak emas menga. Men shu murojaat haqida, kasallar haqida chiqadi. Menga kasallar chiqadi. Menga murojaatlar qiladi. Dardi bor odamlar chiqadi. O'ziga o'sha kasallar. Menga unaqa kimgadir nimanidir ko'rsatib berish, qilib berish menga zarar kelgani yo'q. Meni o'zim kanallarim, YouTube kanallarim. Nega? Meni odamlar meni o'qimaydi. 5 milliard odam ko'rmaydimi? Albatta, energiyam ketadi, kuchim ketadi. Bizga keyin azlar bizning ishimiz rasmiy qonuniy azlar. Bizga xalq tabobatidan davlat tarafidan ro'yxatdan o'tgan, davlat tarafidan. Sertifikat, litsenziya, diplomlargacha bor. Bizda o'sha hijama-zudlik va tabiiy mahsulotlar bilan kerak o'zi davolash yo'llari qo'yilgan. Men uni sotib olaman narsalar. Zudlik va hijamalar qilinadi. Inson anatomik sehr tochkalarga, men bitta o'qish yo'nalishim emas, men yo'nalishim har xil. Hijama-zudlik va turli mahsulotlar bilan. Va tabiiy mahsulotlar. Tushundinglarmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qo'lim yuvaman, ko'p sovlar yuvadi. Endi sizni lichkaga chiqasizda endi. Sizni suhbatlashib to'g'ri boshiga tushsa biladi. Albatta boshiga tushmadi.